Bugun men sizlarga har bir pensionerning farzandi va pensiya rasmiylashtirish arafasida turgan fuqarolar uchun juda muhim bo'lgan yangilikni tushuntirib beraman. Gap pensiya guvohnomasi bekor qilinishi. Ya'ni avvalgidek alohida qog'oz yoki plastik ko'rinishdagi guvohnomani ko'tarib yurish talab qilinmasligi haqida ketmoqda. Bu o'zgarish oddiy ko'ringani bilan amalda ko'plab savollar tug'diradi. Endi pensioner ekanimni qanday isbotlayman? İmtiyozlardan qanday foydalanaman? Dorixonada, transportda, sanatoriyda yoki bankda mendan hujjat so'ralsa nima qilaman? Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Bu ma'lumot faqat bugungi pensionerlarga emas, ota-onasi pensiyada bo'lgan farzandlarga ham kerak bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu mavzuni oddiy tilda, lekin huquqiy va amaliy tomondan batafsil tushuntirib beraman. Avvallar pensionerga pensiya tayinlangandan keyin alohida pensiya guvohnomasi berilar edi. Ko'p joylarda aynan shu guvohnoma orqali fuqaroning pensioner ekani tasdiqlanardi. Masalan, ayrim tashkilotlar imtiyoz berishda guvohnomani ko'rsatishni so'radi. Ayrim dorixonalar yoki xizmat ko'rsatuvchi joylar ham pensionerlik maqomini shu hujjat orqali tekshirardi. Odamlar uni pasport bilan birga olib yurishga o'rganib qolgan edi. Endi tartib bosqichma-bosqich elektron ma'lumotlar almashinuvi asosiga o'tmoqda. Ya'ni davlat organlari va xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar fuqaroning pensioner ekanini alohida guvohnoma orqali emas, axborot tizimlari orqali aniqlashi kerak bo'ladi. Oddiyroq aytsam, pensionerlik maqomi qog'oz hujjatda emas, davlat bazasida ko'rinadi. Fuqaro pasporti yoki ID kartasi orqali shaxsini tasdiqlaydi. Tizim esa uning pensiya oluvchi ekanini ko'rsatadi. Bu o'zgarishning asosiy maqsadi hujjatbozlikni kamaytirish, odamlarni ortiqcha yugurtirmaslik, yo'qolgan guvohnomani qayta tiklash kabi muammolarni kamaytirishdir. Lekin men ekspert sifatida shuni alohida ta'kidlayman. Yangilik yaxshi bo'lishi bilan birga amalda har doim o'tish davri bo'ladi. Har bir tashkilot darhol bir xil ishlamaydi. Har bir xodim yangi tartibni darhol bilmasligi mumkin. Shuning uchun pensionerlar o'z huquqlarini qanday hujjat ko'rsatish kerakligini va qaysi holatda qayerga murojaat qilishni aniq bilib olishi zarur. Oldingi tartibda pensiya tayinlangach fuqaroning qo'lida guvohnoma bo'lardi. U guvohnomada familiya, ism, otasining ismi, pensiya turi, ba'zan guvohnoma raqami kabi ma'lumotlar aks etardi. Odam uni ko'rsatib, men yoshga doir pensionerman, nogironlik pensiyasi olaman yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha huquqim bor deb isbotlardi. Hozirgi yondashuvda asosiy urg'u shaxsni tasdiqlovchi hujjatga beriladi. Ya'ni pasport yoki ID karta eng muhim hujjat bo'lib qoladi. Pensionerlik haqidagi ma'lumot esa tegishli elektron tizimlarda saqlanadi. Masalan, pensiya tayinlanganligi, pensiya turi, to'lov holati, fuqaroning maqomi kabi ma'lumotlar pensiya jamg'armasi va boshqa vakolatli organlarning bazalarida ko'rinadi. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, agar siz haqiqatan ham pensiya oluvchi bo'lsangiz, guvohnoma yo'q bo'lgani uchun siz pensionerlik maqomidan ayrilmaysiz. Pensiya guvohnomasi bekor qilinishi pensiyaning o'zi bekor qilindi degani emas. Bu juda muhim farq. Ayrim odamlar sarlavhani ko'rib vahmaga tushadi. Pensiya guvohnomasi bekor bo'lsa, pensiyam ham to'xtaydimi deb o'ylaydi. Yo'q, pensiya tayinlangan bo'lsa, asoslar saqlanib tursa, to'lov davom etadi. O'zgarayotgan narsa hujjat shakli va tasdiqlash tartibidir. Buni kundalik hayotdagi oddiy misol bilan tushuntiraman. Oldin sizda kommunal xizmatlar uchun qog'oz kvitansiya bo'lardi. Hozir ko'pchilik to'lovni telefon orqali qiladi va tizimda ko'rinadi. Qog'oz kvitansiya kamaygani to'lov yo'q degani emas. Xuddi shunday, pensiya guvohnomasi qog'oz yoki alohida hujjat sifatida talab qilinmasligi pensiya huquqi yo'qoladi degani emas. Birinchi navbatda pensiyasi allaqachon tayinlangan va har oy o'z vaqtida pul olayotgan pensionerlar xotirjam bo'lishi mumkin. Agar sizga pensiya bank kartasiga tushayotgan bo'lsa yoki pochta orqali yetkazilayotgan bo'lsa, guvohnoma tartibidagi o'zgarish bu to'lovni avtomatik tarzda bekor qilmaydi. Sizning asosiy vazifangiz shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri ekanini, ID karta yoki pasportingiz amal qilish muddatini, bank kartangiz ishlayotganini tekshirib turishdir. Ikkinchi toifa pensiyani endi rasmiylashtirmoqchi bo'lganlar. Masalan, erkak kishi 6 yoshga, ayol kishi 25 yoshga yetgan va ish stajini hisoblatmoqchi. Bunday fuqarolar uchun ham asosiy masala guvohnoma emas, pensiya tayinlash uchun zarur hujjatlar
va elektron bazadagi ma'lumotlarning to'g'riligidir. Mehnat daftarchasi, ish staji, ish haqi ma'lumotlari, arxiv hujjatlari, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, nikoh yoki familiya o'zgargan bo'lsa tegishli dalolatnomalar muhim bo'ladi. Uchinchi toifa imtiyozlardan foydalanadigan pensionerlar. Masalan, transportda chegirma sanatoriy yo'llanmasi, dori-darmon imtiyozi, kommunal to'lovlar bo'yicha ayrim yengilliklar yoki boshqa mahalliy qo'llab-quvvatlash choralari bo'lishi mumkin. Ana shu odamlar o'tish davrida ko'proq savolga duch keladi. Chunki ayrim joyda xodim pensiya guvohnomasini olib keling deyishi mumkin. Bunday holatda siz xotirjamlik bilan shaxsni tasdiqlovchi hujjatingizni ko'rsatasiz va pensionerlik maqomini elektron tizim orqali tekshirish mumkinligini aytasiz. Agar baribir rad etilsa, og'zaki tortishish bilan vaqt yo'qotmang. Yozma javob so'rang. Keling, aniq misollar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi misol, 67 yoshli otaxon har oy 20.200.000 so'm pensiya oladi. Pensiya bank kartasiga tushadi. Unda eski pensiya guvohnomasi bor, lekin yirtilgan. Rangi o'chgan. U yangi guvohnoma olish uchun ovora bo'lishim kerakmi deb o'ylaydi. Agar yangi tartibda guvohnoma talab qilinmasa, u odamning asosiy e'tibori kartaga, pasportga va pensiya to'lovining davom etishiga qaratiladi. Guvohnoma yirtilgani pensiyani to'xtatmaydi. Ikkinchi misol, 28 yoshli ayol nogironlik pensiyasi oladi. U dorixonada imtiyozli dori olish uchun borganda undan avval guvohnoma so'rashgan. Endi esa u ID kartasini ko'rsatadi. Dorixona tegishli ro'yxat yoki elektron ma'lumot asosida uning huquqini tekshirish kerak. Agar dorixona bizda tizim ishlamayapti desa, fuqaro qaysi hujjat kerakligini, qaysi tashkilotdan ma'lumotnoma olib kelish kerakligini aniq yozib berishni so'rash kerak. Chunki umumiy bo'lmaydi degan javob huquqiy javob emas. Uchinchi misol, bir pensioner shahardan tumanga ko'chib o'tdi. Uning pensiyasi avval bir bank filialiga bog'langan, keyin boshqa joyga o'tish kerak. Bu holatda guvohnoma emas, yashash joyi, bank rekvizitlari va pensiya ishining to'g'ri yuritilishi muhim. Ko'chib o'tgan fuqarolar pensiya jamg'armasi bo'limi yoki my.gov.uz orqali ma'lumotlarni tekshirtirish kerak. Aks holda to'lov kechikishi, xat noto'g'ri manzilga borishi yoki chaqiruv xabari yetib kelmasligi mumkin. To'rtinchi misol, farzand onasining pensiya ishlarini yuritadi, chunki onasi yoshi katta va o'zi bora olmaydi. Bunday holatda farzand shunchaki men o'g'liman deb ish yurita olmaydi. Agar rasmiy ariza berish, ma'lumot olish yoki bank masalasini hal qilish kerak bo'lsa, ishonchnoma talab qilinishi mumkin. Pensiya guvohnomasi bekor bo'layotgani vakillik tartibini bekor qilmaydi. Har bir ish qonuniy vakillik asosida bajarilishi kerak. Eng birinchi nozik jihat shuki, eski guvohnomangiz bor bo'lsa, uni darhol tashlab yubormang. Men buni amaliy maslahat sifatida aytaman. Yangi tartibda alohida guvohnoma talab qilinmasligi mumkin. Lekin ayrim joylarda tizimlar to'liq ulanmaguncha yoki xodimlar yangilikka o'rganguncha eski hujjat yordam berib qolishi mumkin. Bu hujjat pensiya huquqining yagona asosi bo'lmasa ham qo'shimcha tasdiqlovchi ma'lumot sifatida kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat elektron bazadagi xatolar. Masalan, familiyangiz nikohdan keyin o'zgargan, lekin eski mehnat daftarchasida boshqa familiya turibdi. Yoki tug'ilgan sana pasportda bir xil, arxiv hujjatida boshqa yozilgan. Yoki ish stajingizda bir korxona nomi o'zgargan, lekin bazada ko'rinmayapti. Bunday holatda guvohnoma bekor qilinishi emas. Ma'lumotlar nomuvofiqligi muammo tug'diradi. Shuning uchun har bir pensioner o'z hujjatlaridagi ism, familiya, tug'ilgan sana va JSH raqami to'g'ri aks etganini tekshirish kerak. Uchinchi nozik jihat. Barcha imtiyozlar bir xil manbadan berilmaydi. Pensiya bir tizim orqali to'lanadi. Lekin transport imtiyozi boshqa qaror asosida bo'lishi mumkin. Dori imtiyozi sog'liqni saqlash tizimi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Kommunal yengillik esa mahalliy hokimlik yoki alohida tartib asosida yuritilishi mumkin. Shuning uchun men pensionerman, demak hamma joyda avtomatik imtiyoz bo'lishi kerak deb o'ylash to'g'ri emas. Har bir imtiyozning o'z sharti, ro'yxati va tekshirish tartibi bo'ladi. To'rtinchi nozik jihat, pensionerlik maqomi bilan nogironlik maqomi bir xil narsa emas. Ayrim fuqarolar nogironlik pensiyasi oladi. Ayrimlari yoshga doir pensiya oladi. Ayrimlari boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Imtiyozlar ham pensiya turiga qarab farq qilishi mumkin. Masalan, yoshga doir pensionerga beriladigan yengillik bilan nogironligi bo'lgan shaxsga beriladigan
yengillik bir xil bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun siz qaysi turdagi pensiya olishingizni aniq bilishingiz kerak. 5-nozik jihat. Bank va pensiya alohida masalalar. Pensiya tayinlangan bo'lsa ham, bank kartangiz muddati tugagan, bloklangan yoki rekvizitlarda xato bo'lsa, pul tushishi kechikishi mumkin. Ba'zi odamlar buni pensiya guvohnomasi bekor bo'lgani uchun pulim to'xtadi deb noto'g'ri tushunadi. Aslida muammo bank kartasida, identifikatsiyada yoki hisob raqamida bo'lishida mumkin. Shuning uchun to'lov kechiksa, avval bankdan karta holatini, keyin pensiya jamg'armasidan pensiya to'lovi holatini tekshirish kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz bugundan boshlab nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy qadamlar bilan tushuntiraman. Birinchi qadam, shaxsni tasdiqlovchi hujjatingizni tekshiring. Pasport yoki ID karta muddati o'tmagan bo'lishi kerak. Undagi familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana va JSHR raqami to'g'ri bo'lishi zarur. Agar hujjatingiz eski bo'lsa, muddati tugagan bo'lsa yoki ma'lumotlarda xato bo'lsa, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga murojaat qiling. Chunki elektron tizimda hamma narsa aynan shu ma'lumotlar orqali bog'lanadi. Ikkinchi qadam, pensiya to'lov holatini tekshiring. Agar pensiya bank kartasiga tushsa, mobil ilova orqali yoki bank filialida oxirgi tushumlarni ko'ring. Agar pochta orqali olsangiz, pochta bo'limi va pensiya jamg'armasi hududiy bo'limidan to'lov jadvalini aniqlang. Har oy bir xil sanada tushmasligi mumkin, lekin asossiz uzoq kechikish bo'lsa, albatta sababini so'rang. Uchinchi qadam, eski pensiya guvohnomangizni saqlab qo'ying. Uni doim yoningizda olib yurish shart bo'lmasligi mumkin. Lekin uyda boshqa muhim hujjatlar bilan birga saqlash foydali. Uni tashlab yubormang, yirtmang, hech kimga topshirib qo'ymang. Agar biror tashkilot eski guvohnomani olib qolmoqchi bo'lsa, nima asosda olayotganini yozma tushuntirishini so'rang. 4-qadam, imtiyozdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, oldindan aniqlik kiriting. Masalan, sanatoriy yo'llanmasi kerak bo'lsa, tibbiyot muassasasi yoki tegishli ijtimoiy xizmat organidan qaysi hujjatlar talab qilinishini so'rang. Dorixonadan imtiyozli dori olmoqchi bo'lsangiz, poliklinikangizdagi shifokor ro'yxat va elektron retsept tartibini aniqlang. Transport bo'yicha imtiyoz bo'lsa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotdan qaysi hujjat orqali tasdiqlanishini so'rang. 5-qadam, rad javobi bo'lsa, yozma javob talab qiling. Bu juda muhim. Ko'p odam og'zaki gap bilan qaytib ketadi. Masalan, xodim, sizda guvohnoma yo'q, xizmat berilmaydi dedi. Siz esa iltimos rad etish sababini yozma shaklida bering. Qaysi qonun yoki qaror asosida talab qilinyapti? Ko'rsating deb aytishingiz kerak. Ko'pincha shundan keyin masala joyida hal bo'ladi. Chunki asossiz talabni yozma berish oson emas. 6-qadam. Elektron xizmatlardan foydalanishni o'rganing yoki farzandlaringizdan yordam so'rang. My.Docup.uz bank ilovalari, SMS xabarnomalar, davlat xizmatlari markazlari orqali ko'plab ma'lumotlarni tekshirish mumkin. Agar o'zingiz telefon ishlatmasangiz, ishonchli farzandingiz yoki yaqin qarindoshingiz yordam bersin. Lekin karta PIN kodi, SMS kod, bank paroli kabi maxfiy ma'lumotlarni hech kimga bermang. Hatto tanish odam bo'lsa ham. Pul bilan bog'liq ma'lumotlar ehtiyotkorlik bilan saqlanishi kerak. 7-qadam, hujjatlaringizni bir papkaga yig'ib qo'ying. Pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya tayinlanganligi haqidagi ma'lumotlar. Eski pensiya guvohnomasi, bank rekvizitlari, mehnat daftarchasi nusxalari, arxiv ma'lumotlari, nogironlik bo'lsa tibbiy hujjatlar, familiya o'zgargan bo'lsa nikoh guvohnomasi yoki boshqa dalolatnoma nusxalari bir joyda tursin. Bu ayniqsa yoshi katta insonlar uchun muhim. Favqulodda holatda farzandlar qaysi hujjat qayerda ekanini bilishi kerak. Agar pensiya tayinlash yoki to'lov bilan bog'liq savol bo'lsa, birinchi navbatda yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilasiz. U yerda pensiya ishingiz, to'lov holati, staj, pensiya turi va boshqa asosiy ma'lumotlar tekshiriladi. Agar shaxsiy hujjat, pasport, ID karta, yashash manzili yoki familiya o'zgarishi bilan bog'liq masala bo'lsa, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga borasiz. Agar bank kartasiga pul tushmayotgan bo'lsa, avval bankdan karta faol yoki faol emasligini, muddati tugamaganini, hisob raqam to'g'ri ekanini tekshirasiz. Keyin pensiya jamg'armasidan to'lov jo'natilgan yoki jo'natilmaganini aniqlaysiz. Chunki ba'zan pul davlat tomonidan jo'natilgan bo'ladi, lekin bank texnik sabab bilan aks ettirmagan bo'lishi mumkin. Agar imtiyozli dori
tibbiy xizmat yoki sanatoriy masalasi bo'lsa, poliklinika, tibbiyot birlashmasi, mahalla yoki ijtimoiy himoya organlari orqali tartibni aniqlaysiz. Bu yerda pensiya oluvchi ekaningiz bilan birga sog'liq holati, tibbiy ko'rsatma va ro'yxatdagi mavjudlik ham muhim bo'ladi. Agar sizga asossiz rad javobi berilsa, yuqori turuvchi tashkilotga, ishonch telefonlariga yoki yozma murojaat shaklida shikoyat qilish mumkin. Men har doim yozma murojaatni tavsiya qilaman, chunki yozma murojaatga javob berish majburiy. Og'zaki gap esa ko'pincha izsiz qolib ketadi. Birinchi savol: pensiya guvohnomasi bekor qilinsa, pensiyam to'xtaydimi? Yo'q, to'xtamaydi. Pensiya to'lovining asosiy guvohnoma emas, pensiya tayinlanganligi va qonuniy huquqingizdir. Ikkinchi savol: eski guvohnomani almashtirishim kerakmi? Agar alohida talab bo'lmasa, shoshilinch almashtirishga hojat bo'lmasligi mumkin. Lekin uni saqlab qo'yish kerak. Uchinchi savol: endi pensioner ekanini qanday isbotlayman? Asosan pasport yoki ID karta orqali shaxsingiz aniqlanadi. Pensionerlik maqomi esa elektron bazalar orqali tekshiriladi. Zarur bo'lsa pensiya jamg'armasidan ma'lumotnoma olish mumkin. To'rtinchi savol: tashkilot baribir guvohnoma so'rasa nima qilaman? Xotirjamlik bilan yangi tartibni tushuntirasiz. ID kartangizni ko'rsatasiz, elektron tekshiruvni so'raysiz. Agar rad etilsa, yozma javob talab qilasiz. Beshinchi savol: internetdan foydalana olmaydigan yoshi katta odamlar nima qiladi? Ular davlat xizmatlari markaziga, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki ishonchli yaqinlariga murojaat qilishi mumkin. Elektron tizimlar odamni yordamsiz qoldirish uchun emas, ortiqcha hujjatbozlikni kamaytirish uchun joriy etiladi. Bugungi yangilikning mazmuni shuki, pensiya guvohnomasi alohida hujjat sifatida avvalgidek markaziy rol o'ynamasligi mumkin. Lekin bu pensiya huquqi bekor bo'ldi degani emas. Asosiy e'tibor endi elektron ma'lumotlarga, ID karta yoki pasportga, tizimlararo tekshiruvga qaratiladi. Pensionerlar uchun eng muhim ish hujjatlarni tartibga keltirish, ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish, eski guvohnomani saqlash, imtiyozlardan foydalanishda yozma asos talab qilish va bank hamda pensiya ma'lumotlarini muntazam nazorat qilish. Men sizlarga yana bir bor aytaman, bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki har birimizning ota-onamiz, bobo-buvimiz yoki yaqinlarimiz pensiya oladi. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensiya guvohnomasi hali so'ralyaptimi yoki ID karta orqali tekshirilyaptimi? Tajribangizni boshqalar ham o'qisin. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilish ko'p odamni ortiqcha ovora bo'lishdan saqlaydi.